Mana Buxoroy Sharifga kirib boryapmiz. Mana yuravering, to'xtamang. Mana bu yerlar kottejlar. Buxoro tumanidan Buxoro shahriga kirish bu. Boboni o'g'li Kamolxon mana Buxoro tumanida domda ekan. Endi biz shaharga kirib boryapmiz mana. Syomkalar mashinaning ichida. Ana hamma joyda qurilish bo'lgandek Buxoroda ham shunaqangi mana Zarxon House degan ekan, Zarxon uylari ekan. Texnika asri deyilgandek hamma joyda texnika. Odamlarning sonidan ham texnika ko'p ko'rinadi yursangiz. Mana sotuvdagi mashinalar mana. İstagan turingizni olib oling deb qo'yib qo'yibdi. 12 dan tortib boshqasigacha bor. Yo'llar serqatnov. Hamma harakatda. Kimdir ishga, kimdir tirikchilik harakatida va hokazo. Xotin ketib qolganda plesha g'amlan, kelganda ham g'amlang debdi ana. Ajoyib. Maqol. Mana bu ortda o'tirgan bizni bobo mana. Amir Olimxonning nimasi degan? Dam olish joyi. Amir Olimxonda dam olish joyimi bu joy? Juda ham chiroyli ishlangan ekan. Muhammad Ali Market. Ziyoratchilar Amir Olimxonda dam olish maskaniga kelib turishibdi hammasi. Ichkariga kiramizmi? Ha. Ko'p bo'lmaymiz. Kerakli joyini bir kadr qilib olamiz. Alo. Mana shu Amir Olimxonda dam olish joyi deyapti. Hozir yana sarlavhasidan ko'ramiz. Mayda. Hamma bagajni. İstalik uchun bir syomka qilaylik ko'rmaganlar. Mana. Ajoyib manzarali. Joy bo'lgan ekan. Talaba. Katomas. Katomas sizlar. Ziyoratchilar dam olib turibdi. Ne almıştı yaptı? İşin üstte gider to. Ana.
me'morchilik yodgorligi To'g'ri Mo'g'u ansambli 11-16 yillar ekan mana. Mana shu Olimxonni nimasi kirish joylariga keldik mana. Mana ichkari tomoniga mana kirdik. Bismillah. Sen Europa gruppa var da bu Grup ketton boshab va atini nishonta dakar ne kurzonan. Ma ba faqat dokument katada. To'g'ri qanaqa? Vereyim mi? Ha? İşte kapına gitar arayın. Amir Olimxondan qolgan narsalarni savdosi bo'lar ekanda bu yerda. Da. Ana shu yer ekanda Amir Olimda. Buni tanishtiradiganlar yo'qmi bu yerda? 10 ming so'mni olgandan keyin bu yerda nima, qayerda qanaqa narsa bir yurt tanishtirish ham kerak-ku. Bunaqa yo'qmi? Madaniy meros bular shulardan qolgan. Pul olishni bilyapti-yu, ko'rsatishni ham bilish kerak-da. Ana. Shumi endi hozir yo yana bormi? Bu yerlar nima ekan buni kataylar? diye oluyor. Ular restavratsiya qilingan ekan-da keyin. Bu yoqda ichkarida nimalar bor? Oynab kuymalab. Kerak emas bunisi. Mana shu holatni ko'rdik bular. Ana keling, qara. Ha? Ama öyle konu kıyım oldu. Direkt koysadı. Neydi magazin qo'yapti-da bular. Sayohatchilar bilan savdo qiladigan. Ey. Ana boboyam men bilan yuribdi, boboyam. Mana yana bitta ko'radigan joylar bor ekan. Bu yerda ham ko'rgan. Mana bu yerlar haqiqiy shu Amir Olimxonni davridagi eshiklar ekan bular, ha? Mana bu yog'ochlarni qarang mana. Mana bular shu Amirli davridagi darvozalar mana. Bu yoqda nima bor endi? Bu yog'i boshqa bo'lmasa ham bo'laveradigan joy ekan-a bu yog'i. Ana beralı numara koy. Kimniki? Ana büyüs kimniki bu? Ha?
O'sha byustni ham bitta olib qo'yaylikchi. Bu haykallikmi, nima deydi, byust deydimi? Ustoz Shirinmi? Ustoz Shirin Murodov ekan. Nima bilan shug'ullangan bu odam? Bitta tanishtiradigan ham yo'q ekan. Nega yozib qo'yish kerak bo'lmasa, bu odam kim? Senin bu katta usta bu. Uyma koy. Ana bular. Bular qanaqa qushlar bular? Stovuqlar ekan. Stovuqlar ana. Ana. Bolalari ham bor ekan, ana qaranglar.